Yigitim har qadamimdan xabardor bo'lishni xohlaydi. Ular rashk qilganlari uchun shunaqami deb yozibdilar. Endi normal yigit, "Alo, palonchi aka, misr tashab kelsam maylimi? Inam bilan to'yga borib kelsam maylimi?" desa, "Yo'q, onangni seni uyda o'tirsa, xo'p bo'ladi" deb yigitni aytganini qilib o'tiradigan qizlar bor-ku. O'zi shunaqa bolalarga mos bo'ladi. U yigitingiz oilasida hurmat topmagan, tushunyapsizmi? Bir nima deb gapirib, bir narsa desa, sen o'chir, sen puxta bilasanmi? A? Sendan kim gap so'radi? Tentak, sendan kim gap so'radi? Falonchi bismadonchi desa, jim o'tir, aralashma kattalarning gapiga deb tarbiya ko'rgan u. Fikri inobatga olinmagan. To'rtta ko'chadagi o'rtoqlariga qo'shilgan paytda ham o'rtoqlar gapini shartta bo'lib eshitmay, deb mensimay o'tib ketishgan, alam ichida alam qolgan. Endi u kimgadir bu hayotda gapi o'tishini isbotlamoqchi. Normal erkak unday bo'lmaydi, lekin siz o'sha bola